Assalomu alaykum. Bugun ko'rsatadigan xonadonimiz Toshkent viloyati Quychirchiq tumani Mingchidon mufida joylashgan bo'lib, mana shunda bog'chada yonida joylashgan. Ko'chalarimiz asfalt qilingan. Markazgacha mana 200 metr. Fasad qismi mana shu darvozadan bo'yalgan, mana shu darvozadan mana shu salbagacha. Xonadonimizning umumiy maydoni 8 sotix. Umumiy yashash xonalari esa 7 ta, ikkita oshxona, hammom, hamma narsa, gaz, svet, suv hammasi bor. Srochno sotish kerak uy egalari. Bu xonadonimizni ikkiga bo'lib, ikkita xo'jalik qilsa bo'ladi. Aka-ukalar mana shu yerdan bo'lib alohida darvozasi bor. Uy egalari srochno sotish kerak degani uchun tez mana uy olaman deydiganlar bo'lsa, narxi arzonroq, faqat kattaroq 8 sotik ikkiga bo'lib qo'yaman deydiganlar bo'lsa, bu xonalari